Kitob va kitobxonlik inson ma'naviyati ko'zgusi. Kitobxonlikni rivojlantirish orqali ma'naviyatni oshirish va taraqqiyotga erishish mumkin. Har bir inson o'z hayotida kitobga alohida o'rin ajratishi, mutolaani odatga aylantirishi kerak. Zero kitob o'qish insonning eng foydali va samarali mashg'ulotlaridan biriga aylanishi lozim. Buxoro shahar 12-son umumta'lim maktabida yuqori sinf o'quvchilari ishtirokida Neo kitobxon tanlovi o'tkazildi. O'quvchilar 3 guruhga bo'linib, Abu Nasr Farobiyning Fozil odamlar shahri asari yuzasidan o'zaro bellashdilar. Maktablarda ijodiy madaniy targ'ibot lavozimi joriy etilganda birinchilar qatorida shu tashabbuskorlar Maystamalga kelgusi tadbirlarda albatta bir-birlariga Ushbu tanlovda viloyat kutubxonasi Nuroniy jamg'armasi Buxoro shahar bo'limi, Xalqaro adabiyot akademiyasi Buxoro viloyat vakili, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, Buxoro shahar bo'linmasi, Xo'ja Mushkin, Amir Temur mahallasi nuroniylari hamda maktab ma'muriyati ishtirok etdi. O'zbekiston vatanim, sen jonim bo'lagisan. Biz birlashdik endi yursak bo'ladi, zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Biz birlashdik endi yursak bo'ladi, zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Millating nima? O'zbek. Vataning qayerda? O'zbekistonda. O'zbekiston qayerda? Yuragimizda. Yagona xalq, yagona millat bo'lib, ko'zlangan yuksak maqsadlarimiz sari qadam bormoqdamiz. Vujudimizda, qonimizda ajdodlarimizdan meros, buyuk qudrat jo'sh urayotgan ekan. Biz yangi O'zbekistonda albatta bunyod etamiz. Biz bir bo'lsak, yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz. Biz birlashdik endi